bitta tuzay aytadi. Bitta telegramda o'tmas. 1 yil bo'ldi. Telegramda yozgan ovoz o'tmas. 1 yildan beri. Ana bitta shuncha xalq aldayapsiz. Soобщение ketyapti o'shanga. Yo'q. 1 yildan buyon Otabek qani bizga mana oramizga tushgan. Qani shu haqda. Surxondaryo Otabek. Ruslan o'qib. Yo'q, shuncha kishini qanday 1 yildan buyon bitta deb aldab o'tirsiz aka? O'tgan yildan buyon umuman telefonga Azizbekka telefon qilsa, Azizbek men menga telefon qilasan deydi. Biz pulni olganmiz. Allanki aka. Shuncha xalqni aldab o'tirib bo'lmaydi-ku. Abdulaziz gapiring. Bo'lmasa, mana o'zlari aytayaptilar, hozir bizga konkretni srok beraylik ularga. Mana bu bizga beradigan aytib oling. Hozir qog'oz olib kelganman, 10 ta list olib kelganman. Hamma kelganlardan qo'l qo'ydiramiz. Yozuvchi tayyorlab. Bulardan srogini mana o'ziga birinchi srokni beramiz. Bizga grafik qachon beradi? Mana o'tgan safar esinglarda bo'lsa, grafik beramiz bir hafta deyildi, bermadi. Endi srok beramiz grafik berishi uchun. Grafik beradi bizga, masalan, допустим 3 kun kerakdir bularga, 4 kun kerakdir, grafik beradi. Hafta bu hafta masalan romlar bitadi, keyingi hafta g'isht bo'ladi, yana 2 haftadan keyin fasad tugallanadi deb hammasini grafik beradi biz so'ragan narsani. O'sha grafik bo'yicha bularni tekshirib ketaveramiz. O'sha grafikdan yana orqaga ketish bo'lsa, qo'limizda tayyor podpis bor. Endi hamma yig'ilib yana qo'l qo'yib yotish shart emas. Qo'ymaganlar bo'lsa, topamiz, ularga yana qo'ydirib ketaveramiz. Qog'ozni tushib olib kelganman. Kerakli joylarga o'zi xatni tayyorlab qo'yganmiz. Sobir aka biladi. Kerakli joyga prezident apparati, Aripov, Mirziyoyeva, prokuratura, hokimiyat, yana kallamizga qanaqa joy kelsa, hammasiga bittada olib borib, biznes ombudsmanmi boshqasiga borib topshiramiz. Oshni kelishib olaylik ular bilan. Bular grafik beraman dedilar. Grafik beradigan chislosini aytsinlar bizga, mana zapis qilib olamiz. Grafikni kutamiz, grafik gruppaga tashlanadi. O'sha grafik bo'yicha keyin biz ko'rib ketaveramiz. Akzam aka bilan